Hurmatli kengash a'zolari, yig'ilishimizni boshlaymiz. Kun tartibidagi ikkinchi masalaga o'tamiz. İkinci masala Cumali Shavkat Hasanovichning O'zaning istiqboli va yangi rayonlashgan navlariga mineral hududlarning maqbul me'yor va nisbatlarini ishlab chiqish mavzusidagi kimyo xavfsizligi qishloq xo'jaligi fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun taqdim etgan dissertatsiyasining himoyasi muhokamasini o'tamiz. Bu ishga rasmiy opponentlar qishloq xo'jaligi fanlari doktori Kasimiy Mirzayev G'aribjonov, qishloq xo'jaligi fanlari falsafa doktori Kasimiy Ismoilov Jumanazar Raimov. Yetakchi tashkilot O'zbekiston Milliy universiteti ilmiy rahbari qishloq xo'jaligi fanlari doktori Kasimiy Qo'ziyev Jahongir Madamiyevich ish oshnoslik va talabgor Jumali Shavkat Hasanovning ilmiy kengashga topshirgan hujjatlarining asosiy mazmuni va ularning belgilangan talablarga qay darajada muvofiqligi to'g'risida ma'lumotlar bilan tanishtirish ilmiy forma qalamlarga beramiz. Marhamat. Aprendizesi ikisi yo'li kelyapti. Keladi yo'lda degan. Assalomu alaykum. Jumali Shavkat Hasanovichning hujjatlari tanishtiradigan bo'lsam, Jumali Shavkat Hasanovich 13-yanvar 1989-yil Qashqadaryo Kasbi tumanida tug'ilgan. Mehnat faoliyatiga to'xtalsak, 2012-yillarda Toshkent qurilish va milliy hunarmandchilik kasb-hunar kolleji kimyo o'qituvchisi. 2012-2013 Milliy universitet stajyor tadqiqot izlanuvchisi. 2013-2014 Toshkent kimyo ilmiy tadqiqot instituti ishtirokida ishtirokchilar. 2012-2017 O'zbekiston qishloq xo'jaligi ilmiy tashkilot markazi Toshkent kimyo tadqiqot instituti unumdorligini boshqarish va baholash bo'limi ilmiy xodimi. 2020-yillarda institut ilmiy xodimi. 2021-2023 institut doktoranti. 2024-yildan beri hozirgacha davlat ekspeditsiyasi bo'lim boshlig'i sifatida ishlab kelmoqda. Oilali 3 nafar farzandi bor. Jumali Shavkat Hasanovichni pasport nusxasi bor bizda. Diplomlari, ya'ni bakalavr va magistr diplomlari ilovalari bilan mavjud. Ilmiy rahbar taqriri bulletinda mavzu e'lon qilinganligi hujjati. Guvohnomalar, ya'ni ixtisoslik bo'yicha agrokimyo malaka imtihon va chet tilidan topilgan malaka imtihon asl nusxalari, joriy qilish ma'lumotnomasining asl nusxasi, ammallarning rozilik xatlari tasdiqlangan. Shuningdek, 3-4 shakl tasdiqlangan nusxasi. Ikki bir shaklni nechadaftar avtoritetga qo'ygan ikki bir shakl tasdiqlangan nusxasi. Shuning bilan birga qishloq xo'jaligi fanlari e'lon, ya'ni UZAda chiqqan e'lon avtoritet Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti jurnalida tahlil qilinganligi bo'yicha ma'lumotnomasi. Reyestr asosida pochtadan 14 ta 26 ta tashkilotga jo'natilganligi bo'yicha reyestr va avtoritet mitinga a'zoligi tarqatilganligi to'g'risida reyestr mavjud. Kutubxonasiga ikkita avtoritet va bitta dissertatsiya topshirilganligi to'g'risida ma'lumotnomasi, opponentlarning rozilik xati va 408 shakllari bo'yicha barcha hujjatlari bizda mavjud. Kengash a'zolarida ilmiy savollar bormi?
Ha, oilada ikkita farzand bor. Dissertatsiyaning mohiyati va holatlarini bayon etish hamda savollarga javob berish uchun so'z talabgorga beriladi. Marhamat, reglament buyurun. Assalomu alaykum. Dissertatsiya mavzusi qisqacha tanishtirmoqchi bo'lsam, dissertatsiya mavzusi o'rtaning istiqbolli va yangi rayonlashgan navlarga mineral o'g'itlarni maqbul me'yor va nisbatlarni ishlab chiqish. Mavzu doiraligi bugungi kunda dunyo fuqarolarining oz elementlar bilan ta'minlanganlik darajasiga bog'liq holda azotli fosfor va kaliy mineral o'g'itlarini qo'llash va ulardan samaradorligini oshirish, ekinlarni maqbul o'g'it me'yor muddat va nisbatlarda ishlab chiqish orqali ularni hosildorligini oshirish, har bir kvadrat ekin yerlardan samarali foydalanishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlarga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, ekin turlari va tuproqlarning agrokimyo xosalariga muvofiq o'g'itlash strategiyasini ishlab chiqish, ekinlarning vegetatsiya davrida mos o'g'itlash tizimlarini modellashtirish, ekinlarni joylashtirish va shunga mos o'g'itlarning miqdorini kompleks azot, fosfor, kaliy, makro va mikro elementlarni o'g'itlardan samarali foydalanishga qaratilgan ilmiy va amaliy tadqiqotlarga alohida e'tibor qaratilmoqda. G'o'za yetishtirishda asosan azot, fosfor, kaliy, makro elementlar o'simlikning o'sishi va rivojlanishi, hosildorlik va tola sifatini ta'minlashda asosiy ahamiyatga ega. Azot vegetativ massa va barg rivojlanishi uchun muhim bo'lib, uning yetishmaslik va hosildorligini pasaytiradi. Fosfor ildizor reproduktor organida rivojlanishda muhim rol o'ynaydi. Kaliy esa suv almashuvchi, osmot muvozanat va stressga chidamlikni ta'minlaydi. Shuning uchun g'o'zaning istiqbolli va yangi rayonlashgan navlari uchun mineral o'g'itlarning maqbul me'yor va nisbatlarda qo'llash, ularning vegetativ davrda barqaror oziqa bilan ta'minlanishi va tola sifatini yaxshilashda muhim ahamiyat kasb etadi. Dunyo tajribalarida ham azot, fosfor, kaliy kompleks tarzda qo'llash eng samarali usul sifatida ko'rilmoqda. Masalan, Xitoy va boshqa davlatlarda olib borilgan tadqiqotlarda azot, fosfor, kaliyning fazalar kesimida maqbul nisbatlar orqali g'o'za hosili va og'ir elementlar samaradorligini sezilarli darajada oshirish mumkinligi ko'rsatadi. Shu bilan birga uzoq muddatli balansli o'qitash, tuproq unumdorligini saqlash, oziqa sikllarning muvozanatini ta'minlash va mikrobiologik sharoitlarni yaxshilashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois O'zbekiston sharoitidan istiqbolli va yangi rayonlashgan g'o'za navlari uchun azot, fosfor, kaliy mineral maqbul me'yor va nisbatlarda qo'llash, mineral o'g'itlarni bir vaqtda kompleks tarzda qo'llash tizimini ishlab chiqish dolzarb vazifa sifatida ko'rib chiqilmoqda. Tadqiqot maqsadi sug'oriladigan tipik qo'llash sharoitida g'o'zaning istiqbolli va rayonlashgan navlariga olti elementlarning maqbul me'yor va nisbatlarini aniqlash hamda zamonaviy kompleks o'g'itlash tizimini ishlab chiqish. Tadqiqot vazifasi sug'oriladigan tipik bo'z tuproqlarning xos xususiyatlarini aniqlash va davlat tajribalarini olib borish. G'o'zaning vegetatsiya davri tuproq tarkibidagi allaqachon oziq elementlar miqdori o'zgarishi aniqlash. Istiqbolli va rayonlashgan g'o'za navlariga mineral o'g'itlarning ta'sirini o'zlashtirish kayfiyatlarini aniqlash. Kompleks qo'llanilgan mineral o'g'itlar tuproq unumdorligiga, g'o'za hosildorligi hamda iqtisodiy jihatdan afzalligini ta'sirini aniqlash va navlarni me'yorni taqqoslash. G'o'zada o'g'it me'yorlari bilan genlar ekspressiyasi o'rtasida bog'liqlikni aniqlash va oziqa moddalar muvozanatini fiziologik hamda tola sifatiga ta'sir etuvchi omil sifatida baholash. Toshkent viloyati tuproq qurilish sharoitida g'o'za parvarishi, yer va suv resurslaridan mineral o'g'itlardan samarali foydalanish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish. Tadqiqot obyekti Toshkent viloyati sug'oriladigan tipik bo'z tuproqlar, azotli, fosforli, kaliy mineral o'g'itlarini g'o'za rayonlashgan o'rta tola ravnaqdor va istiqbolli afsona navlari hisoblanadi. Tadqiqot predmeti tuproqning agrokimyovik ko'rsatkichi, azot, fosfor, kaliy dinamikasi, mineral o'g'itlar me'yorlari, nisbatlar, o'simlikning o'sib rivojlanishi, quruq massa to'plashi,
tuproqda azot fosfor kaliy o'zlashtirishi, iqlimni hosili uchun sarflanishi, paxta tolasining texnologik sifat ko'rsatishlari va iqtisodiy samaradorligi hamda genlar ekspressiyasi hisoblanadi. Tadqiqot usullari davlat tadqiqotlari tuproq o'simlik namunalarini olish, agrokimyo tahlillar, fenologik kuzatuvlar va biometrik o'lchovlar, tuproqlarning va agrokimyo tadqiqotlar instituti va paxtachilik selektsiya o'qituvchi yetishtirish agrotexnologiya tadqiqot ishlab chiqilgan va sohada ma'qul qilingan usulli qo'llanma asosida o'tkazildi. Tadqiqotning ilmiy yangiligi. Tadqiqotning ilmiy yangiligi huzuriy ravnaq bir nav va afsona nav milliyatini o'zlashtirishda farq ko'rsatilib, ravnaq bir navi. Azot va kaliy. Afsona navi esa azot va kaliy yaxshi yondashishda aniqlangan. Mahsul me'yor va nisbatan azot va kaliy bir vaqtda kompleks qo'llanilganda o'zining vegetatsiya davrida olti elementlar fazalar kesimi barqaror ta'minlanishi, uning to'liq sifatini 3-5% yaxshilashiga xizmat qiladi. O'g'it me'yorlari bilan genlar ekspressiyasi o'rtasida uzviy bog'liqlik kuzatilib, olti elementlarni o'zlashtirish genlarga mineral o'g'it bilan o'g'it me'yorlar ta'sir qilishi isbotlangan. Ekish bilan to'lalash fazalarida bir vaqtda kompleks azot fosfor kaliy o'g'itini qo'llanilganda tuproqda oziq elementlar uzluksiz ta'minlanishi aniqlangan. Oziq elementlar bilan kam ta'minlangan tuproqlar sharoitida o'zining ravnaqli navida azot fosfor 1,7-0,65 nisbatida azot fosfor kaliy. Afsona navida esa 1,85-0,2 nisbatda qo'llash samarali ekanligi asoslangan. Tadqiqot natijalari ilmiy va amaliy ahamiyati. Tadqiqot ilmiy ahamiyati sog'lomlik sharoitida o'zining ravnaqli va afsona navlarini mineral o'g'itlarni o'zlashtirishda genetika xos farqlar ilmiy jihatdan asoslanganligi. Ma'qul me'yor va sifatda qo'llanilgan azot fosfor kaliy kompleks o'g'itlash vegetatsiya davrida olti elementlarni fazalar kesimi barqaror ta'minlanish va to'liq sifatini yaxshilashga hisoblanganligi. O'g'it me'yorlari bilan genlar ekspressiyasi o'rtasida uzviy bog'liqlik aniqlanganligi. Mineral oziq elementlar o'zlashtirish jarayonlarida molekulyar fiziologik asoslar ochib berilganligi. Navlar kesimida oziq elementlarni samarali o'zlashtirish uchun ravnaq bir navida azot fosfor kaliy nisbati 1,2-0,15 nisbatda. Afsona navida esa 1,85-0,2 nisbatda o'g'it qo'llash ilmiy jihatdan asoslanganligi hamda o'zining o'g'itlash tizimini differensiallashtirishning yangi ilmiy yondashuvni taklif etilayotganini izohladi. Tadqiqot natijalarining ilmiy ahamiyati shundan iboratki, amaliy ahamiyati. Toshkent viloyati tuproq sharoitida o'rta parvarishda yer va suv resurslari mineral o'g'itlardan samarali foydalanish. Afsona qo'za navi parvarishda qo'za va mineral o'g'itlardan samarali foydalanish bo'yicha tavsiyalar. O'zining istiqbolli va yangi rayonlashgan navlarida 45-50 sentner rejali hosil olish uchun azot fosfor kaliy mos ravishda 1,2-0,15 va 1,85-0,2 nisbatda qo'llash pilot maydonlari uchun. Agrokimyo pasport tuproqning xos xususiyatlari asosida azotdan foydalanish koeffitsiyentini hududlardagi yerdan foydalanuvchilar uchun tuproqning agrokimyoviy holatini yaxshilash, mineral o'g'itlardan ma'qul va tejamkor foydalanish, rejalashtirilgan hosildorlik ta'minlash hamda sug'urlangan tipik bo'z qurollar sharoitida oziq elementlarni uzluksiz va samarali foydalanishda muhim ilmiy amaliy asos bo'lib xizmat qiladi. Davlat tajriba sxemasi davlat tajribalari. Davlat tajribasi 10 davlat tajribalari har bir 10 ta variantda 3 qaytariq asosida amalga oshirildi. Ikkita nav uchun davlat tajribasi olib borilgan har bir bo'linma 20 metr uzunlikda 8 qatordan 3 qaytariqda. Bitta bo'linma uzunligi 2 metr. Hisobga olingani 70 kvadrat metr hisobga olib borildi. Bunda mineral o'g'itlarning yillik taqsimlanishi sudgor ostida fosfor 60%, kaliy 50%. Ekish bilan birga kompleks o'g'itlandi. Bunda azot 25%, fosfor 20%, kaliy 25%. 3-4 yil vaqtda esa azot 20% berildi. Choralash davrida kelib yana kompleks o'g'itlandi. Bunda azot 20%, kaliy 20%, fosfor 20%, kaliy 25%. Gullash davrida kelib 30%
azot bilan tajribalar olib borildi. Yeri. Savolların tipik bo'z tuproqlari xos xususiyatlar. Mexanik tarkibi bo'yicha davlat tajriba o'tkazgan maydonlarimizda ustki qatlamlari o'rta qumoliq, pastki qatlamlar esa og'ir qumoliq tuproqlar uchraydi. Bunda esa yirik-chalik darajalari ustunlik qiladi. Ishlab chiqarish tajribasida o'tkazgan maydonlarimiz aslida o'rta qumoliq tuproqlar tarqalgan. Bunda ham yirik-chalik darajalari ustunlik qiladi. Sho'rlanish darajasi bilan tajriba o'tkazgan maydonlarimiz sho'rlanmagan, pH 7.30 dan 7.38 turadi. Davlat tajribasi maydoni dastlabki agrokimyo ko'rsatkichlari humus bilan o'rtacha ta'minlangan, pastki qatlamlar esa kam ta'minlangan. Harakatchan azot, fosfor almashuvchi kaliy bilan kam ta'minlangan guruhga kiradi. Kam ta'minlangan. Nitrat shaklidagi azot dinamikasi Nitrat shaklidagi azot dinamikasi o'zini ravnaq 1 va aksoni navlari tuproqning harakatchan azot zaxiralariga turlicha talabchanlikka ega ekanligi aniqlandi. Nazorat varianti har ikki navda ham azot asta-sekin kamayib borgan bo'lsa-da, afsona navda bu jarayon nisbatan tezroq kechib, vegetatsiya oxirida 0,30 cm qatlamda 0,8 mg/kg ravnaq 1 nav esa 5 mg/kg tushishi qayd etildi. Mineral o'g'it qo'llanilgan variantlarda ravnaq 1 nav o'rtacha me'yorlarda, ikkinchi variantda ham yuqori samara bergan bo'lsa, afsona navi esa yuqori dozalarda 5-8 variantlarda sezgir bo'lib, tuproqda harakatchan azot miqdorini 50 mg/kg ushlab tura oldi. Demak, ravnaq 1 navi o'rtacha me'yorlarda oziqlanish sharoitida ham samarali o'sish mumkin bo'lsa, afsona navi yuqori mineral o'g'it zaxiralarini talab qiladi. Harakatchan fosfor dinamikasi o'rnali ravnaq 1 va afsona navlari o'rtasida harakatchan fosfor dinamikasini sezilarli farq borligi aniqlandi. Har ikki navda nazorat variantlarida fosfor miqdori ekilish olgan nisbatan yuqori bo'lib, shonalash va gurlash fazalari maksimal darajaga ko'tarildi. Keyin esa vegetatsiya oxiriga izchil kamaydi. Ravnaq 1 navi past va o'rtacha o'g'it me'yorlarida ham fosforni yaxshi saqlaydi. Vegetatsiya oxirida ham ma'lum miqdorda fosfor saqlanib qoldi. Bu uning tejamkor xususiyatlarini ko'rsatadi. Afsona navi esa asosan yuqori dozalarda 5-8 variantda maksimal fosfor zaxirasini ta'minladi. Past me'yorlarda esa fosfor miqdori sezilarli kamaydi. Har ikki navda ham fosfor 0,30 cm qatlamda yig'ildi va 37 cm qatlamda yuqori ko'rsatkich qayd etildi. Ravnaq 1 navi past va o'rtacha o'g'it me'yorlarida ham samarali. Afsona navi esa yuqori o'g'it dozalarda maksimal zaxira saqlaydi. Bu esa navlarning tanlovi strategiyasini belgilovchi muhim ahamiyatga ega. Almashuvchi kaliy o'zini ravnaq 1 va afsona navlari turli o'g'it variantlarga bog'liq ravishda sezilarli farq namoyish etdi. Nazorat variantida almashuvchi kaliy miqdori ekilish o'rniga nisbatan yuqori bo'lib, shonalash va gullash davrida maksimal darajaga ko'tarildi. Vegetatsiya oxiriga kelib sezilarli darajada kamaydi. O'g'it qo'llanilgan variantda ayniqsa 8-variant, 5-8 variantlarda kaliy miqdori 0,30 cm qatlamlarda barqaror ravishda yuqori saqlanib qoldi. Bu esa almashuvchi kaliy zaxirasi maqbul darajada 0,30 cm qatlamda kaliy zaxirasi maqbul darajada ta'minlandi.
G'o'zaning o'sib va rivojlanishi asosiy yuqori haydovchi qatlamda yig'ilishi kuzatildi. G'o'zaning kinolog va geometrik ko'rsatkichlari. Bunda ravnaq bir navi umumiy o'sish va hosildorlik ko'rsatkichlarida afsona naviga nisbatan ustunlik qilib, ayniqsa sentyabr oyida ko'proq ochilishi ko'saklar soni bilan farqlanadi. Afsona navi esa ayrim o'rta bosqichlarda avgust oylarida sho'la va tuganaklar soni bilan nisbatan yuqoriroq ko'rsatkich qayd etildi. G'o'zaning vegetativ qismlarida ozuqa elementlari taqsimlanishi. G'o'zaning turli organlarida ozuqa elementlari taqsimlanishi o'g'it turi va me'yorga chambarchas bog'liq bo'ldi. Ravnaq bir navida vegetativ qismlarda azot, fosfor va kaliy yuqori miqdor ayniqsa yuqori dozalarda variantlarda 250 gergan sakkizinchi variantimizda qayd etildi. Biroq ushbu holat generativ organlarga ozuqa elementlarining nisbiy kamayishi bilan kechdi. Ya'ni ortiqcha o'g'it berish vegetativ massani kuchaytirar ekan va hosil elementlari sonlangan generativ qismlarda moddalarning samarali taqsimlanishini cheklaydi. Shu bilan birga optimal bergan 5-variantimizda ham vegetativ ham generativ organlarda ozuqa moddalar muvozanati taqsimlanishi kuzatildi. Bunda azot 83 va 97 kilogramm, kaliy esa 99 va 1,9 kilogramm. Afsona navida bu ozuqa elementlar ayniqsa fosfor, kaliy generativ qismlarda ko'proq to'planishi aniqlandi. Bu navning xususiyati shundaki, o'rtacha ko'rsatkichlarda vegetativ va generativ organlar o'rtasida ozuqa moddalarning nisbatan barqaror taqsimlanishi kuzatildi. Masalan, 6-variantda generativ qismda fosfor 52,9 kilogramm, kaliy esa 83,8 kilogramm gektarga tashkil etganligi shuni yaqqol dalildir. Umuman ikki nav kesimida ham azot, fosfor, kaliyning generativ organlarga o'tishi o'g'itsiz nazorat variantiga nisbatan 2,5 barobar oshgan bo'lib, yuqori me'yorli variantlarda esa vegetativ organlardagi to'planish ustunligi qayd etildi. Bu esa g'o'zaning yuqori hosildorlik uchun o'g'itlarning me'yorli va muvozanatli qo'llanishi zarurligini ko'rsatadi. Bir tonna paxta hosili uchun sarflanadigan ozuqa moddalarining o'rtacha miqdori o'g'itsiz nazorat variantida 52 kilogramm azot, 52,8 kilogramm, fosfor 19,5 kilogramm va kaliy 58,9 kilogramm tashkil etdi. Mineral o'g'itlar qo'llanilgan variantlarda esa bu ko'rsatkich ancha pasaydi. Masalan, ikkinchi variantda azot 46 kilogramm, kaliy 42,8 kilogramm bo'lib, nazoratga nisbatan 20-25% kamayish kuzatildi. Nisbatan yuqori me'yorlarda berganda 8-variantlarda o'g'it qo'llangan variantlarda azot, kaliy sarfi oshgan bo'lsa-da 46 va 85 kilogramm nazoratga nisbatan tejamkor saqlanib qoldi. Bu holat ravnaq bir navida mineral o'g'itlarga nisbatan samarador o'zlashtirish xususiyatiga egaligini ko'rsatadi. Afsona navida esa nazoratda bir tonna hosil uchun ancha yuqori miqdor ozuqa moddalari sarflangan bo'lib, azot 71,3, fosfor 35, kaliy 64 kilogramm tashkil etdi. O'g'it qo'llangan variantda bu ko'rsatkich keskin kamaydi. 5-variantimizda azot 42 kilogramm, fosfor 19 kilogramm va kaliy 49 kilogrammga tushdi. Ayrim hollarda 3-variantlarimizda
to'rtinchi variantda nazorat va to'rtinchi variant azot va kaliy sarfi nisbati yuqori bo'lgan bo'lsa, baribir nazorat variantida 1,5 barobar kamayish qayd etildi. Bu afsona navi o'g'itlarga sezgirligi yuqoriligi hamda ozuqa elementlarini tejamkor o'zlashtirish qobiliyatini kuchligidan dalolat beradi. G'o'za hosildorligi nazoratga nisbatan olingan qo'shimcha hosil mineral o'g'it qo'llangan variantlarimizda 24% dan 38%gacha. Afsona navida esa 26% dan 42%gacha nazoratga nisbatan qo'shimcha hosil olindi. An'anaviy usulda tola sifatini aniqlash. Ravnaq bir navi texnologik ko'rsatkichlarda zamonaviy baholash usullari asosida olingan ma'lumotlar bilan o'zaro uyg'unlik namoyon bo'ldi. An'anaviy usulda tola chiqishi, uzunligi, uzilish kuchi, miqdori chigit vazni asosiy ko'rsatkich sifatida baholanib, navning texnologik qiymatini aniqlandi. Bu usul asosan klassik fizik-kimyoviy o'lchovlarga tayangan holda tolaning asosiy xossalarini ko'rsatib beradi. Qiyosiy tahlillar ravnaq bir an'anaviy usuldan yuqori chiqim va chiqimli tolaga ega deb baholangan bo'lsa, zamonaviy usulda ham uning yuqori yig'iluvchanlik koeffitsiyentining tozaligi, rang ko'rsatishi va pishib yetilganligi tasdiqlandi. Ilmiy jihatdan xulosa qilish chunki zamonaviy tahlil natijalarida an'anaviy usullardagi ma'lumotlarni to'ldirib, qonuniy texnologik jarayonlarni ishlatishda imkoniyatni yanada ortadi. Sababli g'o'zaning ravnaq bir navida ishlab chiqarish ham yuqori sifatli tola yetishtirish uchun tavsiya etiladi. Istiqbolli afsona navi esa yigiruvchanligi pishib yetilganligi bo'yicha pishish koeffitsiyenti yigiruvchanligi bo'yicha ravnaq birdan keyingi alohida turadi. Ravnaq bir bundan ustunlik qiladi. Afsona navida, istiqbolli afsona navida. G'o'zaning iqtisodiy samaradorligi. G'o'zaning iqtisodiy samaradorligi 905 dan 29.9%gacha rentabellik mineral o'g'it qo'llanilgan variantlarimizda. Istiqbolli afsona navida esa mineral o'g'it qo'llangan variantlarimizda 5% dan 26.2%gacha rentabellik olindi. Bunda asosan ishlab chiqarishga joriy qilingan ikkinchi variantimizda hamda 5-variantimizda 8-variantimizda 9.5% rentabellik, 5-variantimizda 17.6%, 8-variantimizda 29.9% rentabellikka erishildi. Ravnaq bir navi uchun, istiqbolli afsona navi uchun 5%, ikkinchi variantimizda 17.5%, 5-variantda, 8-variantda 26.2% rentabellik olindi. Ishlab chiqarishga joriy qilganimiz davlat tajribalarini o'tkazganda rayonlashgan ravnaq birida 200 kilogramm azot berganda 36.8 sentner, 225 berganda 41.9 sentner, 250 me'yorda berganimizda 49.8 sentner topildi. Istiqbolli afsona navida ham xuddi shunday 200 kilogramm azot qo'llaganda 35.2 sentner, 225 qo'llaganimizda 41.9 sentner,
250 qo'llaganda 48,4 sentner hosildorlik olindi. Xotirlar, hamda kengashuvlar hammamizda aktivlar bor. Hojat yo'qmi? Yo'q. Ishlab chiqarishga tavsiyalar. Ishlab chiqarishga tavsiya ravnaq 1 va afsona navlar mineral navlari uchun mineral o'qdan taqsimlab qo'llash tizimi ishlab chiqildi. Shudgor oldidan 60%, fosfor va kaliy 50%, ekishga sonalash fazalarida 25%, azot 20%, fosfor 25%, kaliy 3-4 chembar fazasida azot 20%, gullash fazasi esa 30% qo'llash tavsiya etiladi. G'o'zaning o'sish fazalarida oziq elementlarga bo'lgan talabni to'liq qondirish uchun yillik mineral o'qda azot 250, fosfor 213, kaliy 113 kilogramm me'yorda qo'llash. Shuningdek, ekish va shonalash fazalarida azot 25%, fosfor 20%, kaliy 25% tarkibida kompleks tarzda qo'llash tavsiya etiladi. Tugadimi? Savol javoblar o'tamiz. Hurmatli kengashuvlar, marhamat uni savollar bor. Hurmatli do'stlar, qishloq xo'jalik sohasidagi bu yo'nalish ilmiy sohasidagi yo'nalish man tomonidan boshlangan 1970-yilda butun Misr territoriyasida muhitga qarab navga qarab muhit berish O'zbekistonda boshlangan. Tema bo'yicha 2 yil ishlagandan keyin qishloq xo'jaligi Misr qishloq xo'jaligi akademiyasining filiali bu yoqqa Moskva majlisiga ko'chish. Shu temaga bog'lab katta majlis bo'ldi. Katta isr bo'yicha tashkil qilingan majlisda birinchi Aruz Amaliy. O'shanda moskvaliklar shu yo'nalishga juda katta baho berdi. Yangi yo'nalish. 75-yillardan keyin Moskvada nav fiziologiyasi va nav o'qitiladi. Janob Sattorovich, munozaralarda eskiz bo'ladi, domla savol bersangiz, Kechirasizlar. Buni yangi yo'nalishligini ta'kidlamoqchi. Shu boshlandi, davom etyapti, lekin hali oxirigacha juda katta ish. Bugungi ish yangi ish hisoblanadi. Endi ikkita so'z o'rgangan, nima maqsadda o'rgangan? Men uni bilmayman. Bir-biridan farqli yaxshi tanlab ikishmi yoki bir yaxshi tomondan. Lekin ish yangi yo'nalish amalga oshirilgan, ma'lumotlar hammasi yangi, olingan ma'lumotlarni amaliyotda foydalanadi. Shuning uchun men bitta narsa so'ramoqchiman. Nimaga bu ikkita so'zni tanladingiz? Bu tasodifmi yoki bir maqsad bor? Yo'q, maqsad bor edi. Rahmat omil savolingiz uchun. Bu navlarni o'rganish kerak bo'ldi. Rayonlashgan navlar yo'q, Toshkent viloyatida ko'proq ekiladi. Ravnaq 1 nav. Istiqbol navi endi 200 gektar ekilishni boshlandi. Shuni navni o'g'itlash tizimini ishlab chiqish uchun qilinadi. Bu istiqbol navi anonsi avtori ham rozilik bildirgani uchun ko'rib chiqadi.
yana bitta savolim bor. Hosil nuqtai nazaridan, samara nuqtai nazaridan qaysi bir nav eng samarali? Eng samarali chiqqan ravnaq bir rayonlashgan nav chiqdi. Bu ip yigiruvchanligi ham tola bo'yicha istiqbol afsona navi yaxshi chiqqan, tola chiqqan. Lekin ip yigiruvchanligi bo'yicha ravnaq bir yaxshi, tekstilni ishlatish uchun. Qaysi birini amaliyotga ishlab chiqarish kerak? Hozir ravnaq birdir. Ko'pincha endi ekilayotgan nav. Tushunarli, bo'ldi, tamam. Yana kimlar savollar bor? Tenglashlar, so'rovlar. Shavkatjon, mana bir bitta savol bor. Savolni davom afsona navi bu universitetda borish qachon nima? 22 tasdiqlangan bu. Bu o'shanda haligi nimadan perspektivni deb kiritilgan. Ha, bo'ldi. Istiqboli deb kiritilgan. Xo'p, 25 ta nima bo'ldi hozir? 3 yil o'tdi, bo'ldi tugadi. Yo'q, lekin kerakmi asosiy nav qilib yoki chiqarish kerak? O'zi savol turadi. 25 ta nima bo'ldi o'sha? 25 faqat ekilyapti, juda kam. Lekin biz qo'yilayotganda ekilyapti. Samarqand marshaydi. Qarabmayapsiz, shundan keyin yoki asosiy asosiy kirish kerak, ro'yxatga yoki chiqib ketish kerak. Bu haligi perspektivni bu har doim turavermaydi. Shundan o'zgaradi. Qarang endi, bu tez pisharligi bo'yicha ma'lumot bersangiz, masalan, nimani hisoblamizki, ravnaq birni hisoblamizki, bu 165-24 nimasi? Modifikatsiyasi. Bu-chi nima? Afsona navi. Afsona navi o'rta pishar navlar kiradi bu yoqda. Lekin ana kelgan avval Bunday pishadi. bir zum kunlik. Agar ikkalasi ham aytaylik, erta tez, o'rta tez pishirmasin, ikkalasini ham tez pishiradi. Lekin bittasi o'g'itga talab, bittasi o'g'itga kuchliroq talab, bittasi pastroq bo'lsa, boshqa gap. Lekin birov bittasi o'rta pishiradi, bittasi erta pishiradi bo'lsa, u taraf boshqa gap. Nuqtai nazardan savol beradi. Rahmat, savol. Bu ikkovi ham o'rta pishar deb berilganda, bu afsona navi o'g'itga talabchanligi yuqori. Ravnaq navi esa pastroq, o'g'it bilan yuqori daromad olsa bo'ladi. Shuni savolimi? O'g'itga talabi ko'proq bo'lgan savolimi? Masalan, 5-6 bu haligi kompaktni ko'rsatadi. Bu taroqali bo'lsadi, shuning uchun biomassa ko'p to'g'ri. Yo'q, taroqali bo'lmaydi. Archaga o'xshab ko'rsatadi, lekin qarab qarasam, ifodalashadi, chunki bu hafta bo'lgandan keyin fermerlarga to'g'ridan-to'g'ri ishlab chiqarish ketadigan narsa. Endi qarang, yana bitta savolim bor. Genla ekspressiyasi deyapmiz. Nima degani? bu gen ekspressiyasi degani o'zida tashuvchi gen bor, azot, fosfor, kaliylar. Hammasi uchun aloqa. Har qaysi uchun alohida gen bor. O'shani biz mineral o'g'it berganimizda qanchagacha ekspressiyalanadi. Bu asli ekspressiya degani DNKdan RNKga beradi, RNK sintezlaydi, oqsilga aylantiradi, qayerga azot yoki fosfor yetishmaslik bo'lsa, signalga tashib beradi bu genda. Transport demaydi. Transport Ekspressiya degan o'zini namoyon qilish degan. Expression degani o'zidan o'zini namoyon qilish. Shunday bunaqa qarab qo'yasizlar, bitta narsaga tushunmadim. Birinchi xolos sifatini ikkita jadvalda ko'rsatdingizda, bittasi oddiy usulda qilingan, bittasi ijroiy usulda qilingan. ijroiy usulda. Birinchi usulda 3-4 raund kelganda 4. Nimaga ho'l savolim ekan? Mana qarab qo'yasizda. Qarangda, u shart emas edi. Ikkitasini keltirish shart emas. Ikkitasi yetadi. Nima uchunda qolganlarni bu to'lanish nomini kirityapsiz. Barga yaxshi chiqqanini ko'rsatish kerak, dasturmanchada. Taqdimotda bormi shu? Ha, bor. Emas 5.
Bor. Xolos hozir o'sha qismini olsang, yana mana bu yerda orqaga an'anaviy usulda qilyapsiz, mana tolani sifatini ko'rsatyapsiz. Tola navi, uchinchi navi, istiqbolli afsona deyapsiz, to'rtinchi navda. Keyingisini ko'rsating mana, hech foydani qo'yganingiz. Bunda boshqacha bo'lyapti, navi yaxshi bo'lyapti. Birinchi, ikkinchi tola navi bo'lyapti. Nima izoh bo'lisharkan? Qarab qo'yish kerak. Agar ba'zi yaxshi bo'lsa, shart. Nabarat o'zining guvohlik qo'yib qo'yasiz, o'zining ma'lumotlaringizni. Agar bu bo'lsa, taslim qoldirsa bu shart emas. Endi iqtisodiy samaradorlikda ham shularni ketidan nima qiling, band. Sifatdan shular ketganmi? Bu oxir. Mana daromadga qarang, unday qarangda sof foydaga. So'm gektar xuddi 2000 so'm bo'lishi kerak. 2482 so'mday bo'lyapti. Haftaning bittadan shunaqa. Ming degan so'z qolib ketgan. Mana qarang. Ana son qarab qo'yish kerak. Hozirda nazorat buni birinchi qaragan odam buni so'mda tushunadi, faqat 2,5 so'm bo'lib. Lekin sal ichiga kirsangiz, bu odam mingga bergan ekan, bu ham shunga bog'liq deb tushuntirish mumkin. Men sal biz mana shu masalaga e'tibor berdim, hozir bizning dastlab paytida shunga narsalarni qarab qo'yish kerak. Rahmat, Allah o'ttirdi. Shavkat joyi kelishini savol berib olishini. Domla to'g'ri aytyapti. Mana ilmiy yangilikda yozyapti. O'zani ravnaq afsona navlari mineral bo'g'itlarni o'zlashtirishda farq ko'rsatilib, ravnaq bir asosan azot bilan kaliyni, afsona azot bilan fosforni yaxshi o'zlashtirgan deyapti. To'g'ri, nima uchun o'zlashtirgan deyapti. Bir, ikkinchidan yana mana bu yerda yozyapti. O'rtacha me'yordagi oziqlanishda ravnaq bir fosfor zaxiralarini yaxshi saqlab deyapti. Afsona esa yuqori mineral me'yorlarda samarali bo'lgani aniqlandi. Bu holat tuproqda fosforning yuqori samaradorlikka saqlanishi va vegetatsiya davrida g'o'zaning talabini qondirishda mineral o'g'itlarning samaradorligini ko'rsatadi. Ravnaq aytyapsan, azot bilan kaliyni o'zlashtiradi. Bu yoqda aytyapsan, fosfor haligi nima bo'lyapti? Nima u bir-biriga teskari? Nima izoh beramiz? O'sha umumiy aytganda mana domlani savollarini ham o'sha nima uchun bittasi buni yaxshi o'zlashtiradi yo haligisi umuman nimaga qarab bo'ladi? Baribir yechimini qilishimiz kerak-ku javob. Qarab qo'yish kerak.